Assalomu alaykum akalar, quyosh quvozlari. Mana Andijonda Hadillo ukamiz yana fermalariga bir keldik. Quyoqlarni ko'rib ketaylik deb. Bilasizlar, bu yerda minilo splitlar, almazli glazlar bor. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda sameslardan o'ta bombalari. Mana buni ko'ringlar. O'ta ham bomba moshinasi. Sifat. Gold sames bor edi menda, bilsanglar, hozir ham bor u. Shuni o'g'li bu. Mana o'ta dahshat chiqqan. Hammaga qaytarib aytamiz, mana bu ukamizga ham quyonchilik boshlaganda birinchi o'rinda samesga e'tibor qilish kerak, zot olish uchun deb ko'p tayinlaganmiz. Shuning uchun ham mana zo'rlarni qilgan, mana samesga bu yetim laqabli samesdir o'g'li. Lekin bu bolasi qaranglar. Maşallah deb qo'yamiz. Bu bolasi, shuni samkatisam, samessam shuna qolarmikan? İnşallah o'zimiz. Mana Hadillo ukamiz o'zlari mana. O'rinbosarga deb. So'z demasa, mana Andijonda, nafaqat Andijonda, O'zbekiston bo'yicha mana ko'pchilik taniydi, biladi mana. Faqat bitta yo'nalishga e'tibor qaratgan. Bitta quyonlarga, bir xil yo'nalishdagi quyonlarga e'tibor qaratib, shuni ko'paytirib, yaxshi pullarni olsa. Keyin bu yerda ko'rishlar mumkin. Bolalar yotibdi mana quyonlar. Bu yerda ham bola bor. Bu yerda ham mana tuqqan quyonlari bor. Xo'sh, yana qaysi molda ko'rdingmi? Bunda bor ekan. Bunda ham 7 ta. Pastida 6 ta. Bular bolalar yotibdi quyonlar mana. Xudo xolasa quyonchilikni boshlab olasizlar. 10 kun ichida nechta quyon sotdingiz? O'zingizdan chiqqan bolalar. 20 tadan oshiqroq sotdik. 20 tadan oshiq. Yaqindan. 20 tadan oshiq akalar. Taxminan necha pullik bo'ldi? 20 tadan. 20 tadan hisoblasanglar. Ular ichida har xil qimmatlar, arzonlar. O'xshi, hisobi. 4 million. 4 million. Ko'ryapsizlarmi, ahli quyonchilar? 4 million, 4 million, 5 million atrofi deyapti, 4,5 million deyapti. Natija zo'r. Bu ukamizda qo'shimcha ishi, qo'shimcha biznes bu narsa. Haligi nima deydi, ertalabdan kechgacha faqat quyondan tirishlik qilaman deb, quyonni kirib olib, faqat quyonni orqasidan yugurib yurgan joyi yo'q. O'zini asosiy ishini qiladi. Bilasizlar, ukamiz sartarosh bo'ladi. O'zi navoda kelmoqchi bo'lsanglar, hattoki shu saloniga ham telefon qilib kelasizlar, bo'lmasa o'chirt yo'q. Xudo xolasa quyonlar ham shunaqa bo'lib kelsin, tug'ib ko'pay olsin, o'chirt yozdirib qo'yadigan darajada bo'lib. Inshaalloh. Mana 1 yildan o'tdi. Ha, 1 yildan o'tdi. 1 yildan o'tdi, lekin quyonlar sifat, bolalab turibdi. Qolgan quyonlarni qo'shib qo'ygan ekan. O'sha 5 ta 6 ta gnezdoda bolalar yotibdi. Boshdan siz birinchi marta quyonxonaga kiryapsiz. Nima fikringiz? Quyonlar ko'rib. Qanaqa ekan quyonlar? Zo'rgan quyonlar xudo xolasa. Yaxshimi? Siz qachon boqasiz? Biz ham baqamiz ekan, mana shularni ko'rib hammasiga. Ha, baqish kerak Xudo aslida. xolasa yana tug'adiganlari bor. Bu 3ovi bo'g'oz, bu 2ovi ham bo'g'oz. Keyin bu yerda ham bo'g'oz quyon bor, keyin u 2ovi ham bo'g'oz xudo xolasa. Tashqarida yana bitta samka bor, u ham bo'g'oz. Gap bo'lishi mumkin. Nima uchun bu yerda emas? Agressivroq, uskoroq, kattagidan chiqib ketib qoladi. Men o'yladimki, joy yo'q deb o'ylagandim. Sababi quyonchilikda joy muammosi постоянный holatu. Quyon, bu yerda ham kattalarimiz o'zi tug'diramiz. Keyincha uskoroq quyonimiz. Mana ahli quyonchilar hozir qaranglar, ko'rdinglar-da, 4 ta gnezdo, 4 ta dedingizmi, 5 ta gnezdo bola deydi. Hozir 5 ta bola baqayotgan. 5 ta quyon bola baqyapti dedi. 2 tasi 7 tadan, 3 tasi 6 tadan bolasi bor ekan. Bu degani 5 ta quyondan 18 32 ta bola bor. 32 ta bolalarni 100 mingdan sotgan taqdirda ham 3 million 200 ming so'm pul bo'ladi. Bu 100 mingdan zakonni bermaydi. Iltimos hammasini olaman desam hozir bermaydi. Bilmayman, hozirgi bitta ko'rsatganimizni 100 dollarga solsa kerak. Bo'lmadi deganda 50 dollarda, ja baland gapirib 100 dollar demas ekan, 50 dollarga zakonni misol uchun listni men o'zim olaman, sotadigan bo'lsa, 2 oylik qilib. Undan tashqari ko'ryapsizlar, quyonlar, bo'g'oz, bolalar yotibdi. Endi bu yoqni xom sut qilaverasizlar. 2 ta 4 ta qilib oilaga vaqt qo'ysanglar, go'sht yo'nalishiga baxshinglar ham, uyda oila a'zolar mana quyon go'sht yeb turadi, imkoniyat baquvvat bo'lib turadi, xudo xolasa. Yangi quyonchilarga nima deymiz? Bosish kerak. Bu o'ylanib o'tiradigan joy emas, xudo xolasa mana yaqindan beri ancha daromad bo'lib qoldi. Qo'shimcha biznesda bu ishdan bo'shaganda ertaman kechqurun 2 mahal qarab qo'yadi. Shunaqa xudo xolasa endi
o'ylanmasdan bosaverish kerak. O'zi biz nimaga keldik o'zi? Quyonlar olib ketgan. Mana bizni quyonchalar mana. Biz ham quyon kelganmiz. Kel, maki. Seni olib ketganiga quyonni ko'ringlar. $50 sana orasizlarda bunaqa quyonlarni ko'rib. GoPro filmlarga olib borib video rasm qilib qo'yamiz, tashlaymiz. Mana go'zalligini ko'ringlar. Mashalloh bittamiz. 5 kunlik paytda videosi ham bor, mashina ham qo'yib qo'yasiz. Haligimi? Ha, Shustri. shustrina nima ishlayapti? Ishkilib bir ikkita quyonni qochirib oldingizmi? Dollarini ko'ramiz endi buni. Barakasini bersin. Akalar mana quyon olib ketgani kelib, qisqacha ozgina ma'lumot berdik sizlar uchun. Manfaatli deb topsanglar videomizni bittadan like bosib, kommentarlarga fikringizni yozib qoldirasizlar. Ukamiz nomerini endi bu safar to'shni tashlayman. O'tgan safar bir ikkitasi so'kishdi ham to'g'risi. Nimaga negativchilar ham. Sen nomerini yozaman deb yozmaysan ekan egasini deydi. Yozib qo'yamiz bu safar. 90 767 262 Hozir aka aytib o'tib ketamiz. Bering endi bizni quyonlarni. Xalqli quyonchilar avjida gazini bosib olamiz, bo'lib ham sezon kelgan. Qish kunida nima qilaman deb sezon o'ldi deb o'tirgan paytinglarda bu yerda pakkalat bolalar tashlab quyonlarni sotib olasizlar. Alloh barakasini bersin.